O'zbekiston Xalqaro Islomshunoslik akademiyasiga Sivilizatsiyalar almashinuvi va hamkorlik jamg'armasi prezidenti Imom Muhammad Bashar Arafat tashrif buyurdi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. O'zbekiston prezidentining oliy ta'lim tizimida xalqaro hamkorlikni yanada rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslari doirasida amalga oshirilgan ushbu tashrif alohida ahamiyat kasb etadi. Sivilizatsiyalar almashinuvi va hamkorlik jamg'armasi prezidenti Imom Muhammad Bashar Arafat suriyalik taniqli islomshunos olim, xalqaro darajadagi ma'ruzachi hamda diniy diplomatiya sohasida yetuk mutaxassis sifatida keng jamoatchilikka yaxshi tanish. Xalqaro ekspert sifatida uning fikr va mulohazalari bugungi global jarayonlarda alohida ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtai nazardan nufuzli olim bilan bo'lib o'tgan samimiy va mazmunli muloqot akademiya professor, o'qituvchilar va talabalarda katta taassurot qoldirdi. Davlatimiz rahbarining bugungi kundagi juda ham ko'p davlatlar bilan ko'p vektorli amalga oshirayotgan siyosati samarasi o'laroq ham dunyo ilmiy hamjamiyatda mashhur bo'lgan bunday yirik olimlarning tashrifi albatta juda ham katta samara bermoqda. Ushbu seminar barcha qatorida tadqiqotchilar uchun, talabalar uchun va shaxsan men uchun ham juda ham bir mazmunli bo'ldi va o'ylaymanki bu kabi uchrashuvlar va ilmiy seminarlar davomli bo'ladi va albatta Islomshunoslik akademiyasida bu kabi tadbirlar doimiy tizimli ravishda tashkil etilganligi sababli ham aynan xorij tajribasini, dunyo tajribasini o'rganish va ilmiy tadqiqotlarga joriy etish imkoniyatlari paydo bo'lmoqda. Olim o'z ma'ruzasida dunyoni yanada teran tushunish dasturi, xalqaro kuzatuvchilar dasturi, tarjima uchun ingliz tili dasturi va chet elda ta'lim dasturi kabi bugungi kunning eng muhim ma'lumotlari haqida to'xtalib o'tdi. Men Vashingtonda tashkil etilgan diplomatiya akademiyasi bilan hamkorlikda faoliyat yuritaman. Biz Amerika Qo'shma Shtatlari bilan O'zbekiston o'rtasidagi do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashni maqsad qilganmiz. Ushbu uchrashuvda aynan shu maqsadga xizmat qiluvchi ma'lumotlarni muhokama qildik. Shu o'rinda aytish mumkinki, O'zbekistonda so'nggi yillar mobaynida diniy sohada chindan ezgu islohotlar olib borilmoqda. Uchrashuv mobaynida bizga taqdim etilgan ma'lumotlar bu xulosamizni qo'llab-quvvatlaydi. Nasib etsa, akademiya bilan hamkorlik borasida qo'shma dasturlarni ham ishlab chiqamiz. Samimiy ruhda o'tkazilgan muloqot so'ngida professor, o'qituvchi va talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Bu kabi tadbirlarning tashkil etilishi soha kelajagi uchun yosh kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.